Diqqat, O'zbekistonda dam olish kunlari yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda dam olish kunlari yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, 27-dekabr shanba kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'lishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Dam olish kunlari havo harorati shanba kuni 7-12 daraja iliqqacha, yakshanba kuni 10-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Harorat kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning ayrim joylarida tuman tushishi mumkin. Toshkent harorat 4-6 daraja iliq bo'ladi. Shanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.